Qoyil. Yana davom etinglar. Ha, Oqqo'rg'ondan kelgan Shodiyona raqs guruhining qizlari. Rahmat qizlar. Chiroyli, zo'r. Bir narsaga e'tibor beringlar, mana Yangi yil yaqin. Xudo xolasa Yangi yil haqida endi ko'p gapiramiz. Yangi yil yaqin. Ustoz umuman o'rgatmaydi. Nimaga bilasizlar? Chunki Oqqo'rg'ondan-da. Ha, bilaman. Tushundilar. Ta'siri bor, a? Tushunarli. Hazillashaman. Bir inson psixologiyasi haqida bir narsalar o'qib qoldim. Mana 7 soatdan kam uxlagan inson sekin-sekin xotirani unutib borar ekanda. Bu rost gap, bu to'g'ri Xotirasi gap. pasayishni boshlaydi. Stresslar, nimalardir gaplar uyqusizlikka olib kelsa, keyin inson sekin o'zini xotirasini yo'qotib borar ekan. Bitta narsa ko'rib qoldim, eshitdim men buni. Shukrullo Isroil ustozimiz aytdi, hali bitta ayol chiqdi, ko'rganmisizlar? Siz bir narsani ola olmayapsizmi? Qalbim ertaga olib beraman dedi. O'shani ko'rib qoldi, o'sha inson psixologiyasiga ta'sir qilish ekan bu. Hali o'ziga o'zi ta'sir qilish ekan. Hali ko'ngli o'ksib qoladi, baribir inson boradi, deb nimanidir ko'rib qolgan bo'lsa. Endi hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib ketib, butiklardagi narxlar aniq belgilanib qo'yilyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Oldinlar unaqa bo'lmagan. O'sha agar kimda kim inson ola olmasa, keyingi safar qalbim biz nima desak bo'ladiki, o'g'il? O'zingizni o'zingiz ovutasiz-da. Albatta bo'ladi. Sen bunga tayyor bo'lding-da. Shunga hayron bo'lib qoldim. Yana bitta narsa yozilgan, inson terisi har 28 kunda to'liq yangilanadi. To'g'ri. Insonning terisi, lekin Alinaning qo'li har kuni almashadi. Nimaga? Manikyurini ko'ringlar. Ha, Bayramona, bayramga Hammasi mos. bayramona. anaqa Ayollarimizni terisi juda ham tez yangilanadi. Juda ham nozik. Erkaklarga tegishli bu. ikkita sevishgan, teri deganingizga ikkita sevishgan skemeykada mana o'rindiqda o'tirgan ekan, gaplashib, haligi qiz nima qilishni bilmay erkalanib, u yoq shim pedikurni ko'rsatgan bo'lsa, manikur pedikurni, u yoq shim qaramayapsiz, qarang debdi-da gapirib. Nimaga qarashimki, qarang, terim ko'chib tushyapti. Nimadir mastursanmikan desa, hali bola ham hozir javob bo'laygan. Bunday qarab, ilonlar har doim o'z postashaydi. Rahmat, juda ham har doimgidek iltifotlisiz ayollarga nisbatan, juda ham xursandmiz. Shuning uchun yana bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Tana har soniyada 25 million hujayra ishlab chiqarar ekan. Voy. 25 million. Mana shu o'tirgan joyimizda, to'g'rimi? Qarang, qancha hujayra. Endi Toshpo'lat akam qo'shiq aytganda qancha energiya ishlab chiqaradi ekan? Hozir buni bilamiz, bitta qo'shiq ayttiramiz. Albatta. Agar bu energiya bizga ham ta'sir qilsa, demak yaxshi energiya bo'ladi. Ko'taramiz Toshpo'lat. Qani Toshpo'lat aka, energiyani ko'taramiz. Sevaman deng ayolga maz ayting, hushyor ayting. Sevaman deng ayolga pinhon yor oshkor ayting. Sevaman deng ayolga bad sabab bekor ayting. Sevaman deng ayolga bad sabab bekor ayting. Habibi, 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 ya habibi, 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 ya habibi. Sevaman deng ayolga tunda yo nahor ayting. Sevaman deng ayolga kunda beshumor ayting. Sevaman deng ayolga misoli ag'yor ayting. Sevaman deng ayolga sog'inib xumor ayting. Habibi, 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 ya habibi, 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 ya habibi.
habibi ya habibi habibi ya habibi sevaman deng ayolga ko'p ayting bisyor ayting sevaman deng ayolga charchamang takror ayting sevaman deng ayolga ko'p ayting bisyor ayting sevaman deng ayolga charchamang takror ayting sevaman deng ayolga bisyor ayting takror ayting habibi ya habibi habibi ya habibi Rahmat Toshpo'lat. Toshpo'lat aka. sog' bo'ling Qoyil. salomat bo'linglar Qizlar energiyasi ko'tarildi. Sevaman deb aytdi. Mana shunaqa chiroyli gaplar aytsa bo'lar ekan-ku. Bizning energiyamiz tushib ketdi. Habibi, Chunki juda. bizga aytilmaydi bunaqa gap. Albatta. Bizning energiyamiz tushib ketdi. Ayollarga Ayollarga aytiladi bu gap. Amor so'zi ham sevamanmi? Aha, Ha? muhabbat, sevgi degan ma'nolarni bildiradi. Endi ayol bo'lganimizdan keyin sevgi bizga izhor qilinadi, to'g'rimi? To'g'ri, Sizga nima izhor qilinadi erkak kishiga? Ayol kishiga izhor qilinadi de. Men Hamma ketishim kerak qo'shib shekilli o'zi. bilsin. Ha, hazillashaman albatta. Ayollarni qancha sevib ardoqlasak kam, sababi hammani ona dunyoga keltirganda bu o'ylab qarasa. Ya'ni orada janjal ham bo'lib qoladi. O'g'il bolalar o'zaro janjallashib qolasiz-ku. Qizlar yomonlab gapirib qoladigan paytlarimiz bo'ladi. Bu urinch kurmaysiz bo'lmaydi. Bu yolg'on emas, haligi yo'q men yaxshi odamman deganda o'zi yolg'onchi bo'ladi o'zi aslida. Kimni qandayligini o'zi baho beradi insonlar gaplashib. Tashqi ko'rinishga qarab baho bermaslik kerak demoqchiman. Umumiy qilib aytganda, inson umr mobaynida salom-alik yaxshi gaplashib kimdir yomon bo'lishi mumkin xarakteri, kimnikidir boshqacharoq bo'lishi mumkin. Nima bo'lganda ham qisqa hammasini umumiy to'plab, qoriga o'xshatib, Ichki hammasini dunyoni sevgini toza ayolga qilish o'tamiz, ayol kishilarga o'tamiz. Ayollarimizni sevish kerak, yaxshi ko'rish kerak. Ichki dunyoni chiroyli qilish kerak. Albatta. Albatta. Hamma. Insonni ichki Erkakmi, dunyosi, ayolmi? qalbi go'zal bo'lsa, To'ppa-to'g'ri. juda bir boshqa Hayoti ham chiroyli bo'ladi va aytishadi-ku, insonning ichki dunyosi qanaqa bo'lsa, uni yuziga ham shu narsa ufurib turadi deb. Bizning tomoshabinlarimizning hammasi ichki dunyosi juda ham Albatta. chiroyli, juda ham a'lo. ichki dunyosi inson. go'zal ayollarga pudra, tonalka surmasang o'zi chiroyli bo'lib ketaveradi. Tabiiy go'zal bo'ladi. Tabiiy go'zal yonimizda Erkasi o'tiribdi. chiroyli Mana. bo'ladi. Ha, Voy, albatta, rahmat, juda ham albatta. iltifotli. Juda ham biram baxtliman. Shunaqangi oliyjanob bir hamkasblarim bilan Biz ham bor ishlayotganimga. haqiqatni gapiramiz. To'g'rimi? Hamma yuziga aytaman, xafa bo'lib yig'ilsa kim bo'lsa ham shuni yuziga aytish kerak. Nima qiladi? Orqadan gapirib, oyoqdan chalib, boyagida mix qoqib, Tosh yuzi bilan otib. tutsa nima bo'ladiki? Albatta bu bayram hazillari. Biz ayollarni yaxshi ko'ramiz. Teletomoshabinlarimizni, muxlislarimizni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rganligimiz sababdan shuncha va 50 tadan oshiq insonlar shu yerda erta tongdan yaqinlarimiz, yaxshilarimiz, teletomoshabinlarimizni, muxlislarimizni xursand qilish uchun yig'ilgan. Bizda mehmonimiz bor. Albatta. Yanada kayfiyatni ko'tarishimiz kerak. Aha. Latofatli, estradamiz yulduzi, go'zal, chiroyli, ovozlari boshqacha, maftunkor. O'zlarini men anaqa qushcha bo'lardi bir paytlarda, men o'zim uyda boqardim. Kichkina qushcha nima derdi? Uyda boqilardi. Qushchami? Qushcha bo'lardi, kichkina. Aha. Keling, ularni chaqira qolamiz. Eslaguningizgacha. Mayli, siz har doim meni ko'ra olmaysiz. Bonu marhamat. So'qosin ko'ngildan qolmasin. Qani keling. Marhamat. Bonuxon keling. Bo'ldi esladim. Kanareyka ekansiz. Endi esladim. O'sha qushcha kanareyka edi, kichkinagina. Shukrdik Kelasiz. Bonu, assalomu alaykum. Tomoshabinlar, assalomlashing. Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Qalbi daryo, mehribon insonlar. Kirib kelayotgan yangi yil barchamizga muborak bo'lsin. Sizlarga ham yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Ko'rganimdan juda ham xursandman. Biz sizni ko'rib kayfiyatimiz ko'tarildi. Rahmat. Shuni aytish kerak. Chunki bizni shanba dasturimizga ayol xonandalar sal kelishga erinishadimi? Ertalabdan o'sha makiyajlarni, o'sha pardoz andozlarni pardoz qilishga andozlar, ko'proq erinadimi oladi. bilmayman, shuning Men uchun uxlamasdan kutdim. biz sizni bilinmasa biz sizni 6 oy kutdik, ishonasizmi? 6 oydan beri siz Na. qancha kutganimizni bilasizmi? Nima bizga sovg'a olib kelmadingiz? Yangi yil yaqin deb. Ashrab aka, Qiz bolaga sovg'a beramiz. Yo'q, endi xonandalardan yangi premyera Yo, qo'shiq qarang, deyman. Mashrab aka, men uxlamasdan imni sizni Kuningizga, efiringizga, ha, sizni efiringizga. siz bilan ko'rishni kutdim. Ana shu Ana, sovg'a. ko'rdingizmi? Bu qanaqa baxt. Ya bunaqa gaplar reklamada aytiladi. Hozir reklama o'sha paytda gaplashamiz.